Eee, 90 94mi, 95mi Moliya universitetiniki, Moliya institutining bolalari bir namoyish qildi. Siz bilamsizki bu voqeani qishda. Sababi nima desangiz, bir bolani uni institutniki doktorxonasiga kirgan vaqtida davolamay, heliqi Xitoy doktor qo'pollik qilib, u bolani koridorga tashlab qo'yib, u bola o'lib qoldi qarang. Şununla keyin bu o'quvchi bolalar namoyish qilib maydonga kelgan, xalq maydoniga. Shu vaqtning o'zida maydonga kelgan vaqtda bolalar maydonga kelib bo'lguncha hukumat avtobuslarni akilib, ko'cha avtobuslarni bakalaplam yo'ldan odamlarni tushirib, bolalarning hammasini yig'ib mashinaga besib opirayotgan. Agar qilma desa 7 oyning 5 kuni shuni qila olaydi, men sizga dey. Aş maydonda o'tirganlarni avtobusga besib opirib bir yerga opirib yetalaydi, maktabiga opirib yetamdi, ya bir yerga opirib solib yetamdi. Hukumat qila olaydi buni. Nimishqa qilmadi, nimishqa Uyg'urlarni namoyish qilganlarni oldi bilan Shinxonalludan oqib qaytqichi saqladi, shundaqqa. Shinxonalludan Cho'ngshanluga berib, Cho'ngshanludan Shinxonalluga berib, Namgungerni oldiga kelgich mangdi. U yerdan yana oqib qaytdi. Oqidan keyin andan keyin taraf-tarafga qo'yib berdi. O qalaymi o ashniki hammasi Xitoyniki o'zining ishi, aniki namoyishning ichida qalaymaqonchilik chiqargan, ura-chaq qilgan, shu men ko'rgan Qozoq mahallasining o'zidagi ustidagi puxroch kiyingan askarlar ashning jiqi.